Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz avtobidrni sozlash bo'ladi. Ya'ni uzun marketda boost reklamasini yoqqaningizda, boost reklamasida har bitta kalit so'z bo'yicha siz o'rin belgilaysiz. Ya'ni maksimumda oldin 1-o'rinda, 4-o'rinda, 7-o'rinda har xil o'rinlarga pul qo'yardingiz. Hozir bo'lsa ko'rsatkich foizi bo'ladi. Misol uchun 10 mingta ko'rsatuv bo'lsa, krossovka degan so'z bo'yicha 10 mingtadan 10 mingtani olish uchun mana 100% belgilashingiz kerak bo'ladi va 42 ming so'm pul tikishingiz kerak bo'ladi. Agar kimdir 43 ming so'm pul tikadigan bo'lsa, o'sha 100% o'sha odamga o'tib ketadi. Aynan shu joyda narxlarni baland-pastini nazorat qilib turib va belgilagan joyda qolishingiz uchun sizga avtobidr kerak bo'ladi ishlatish. Aynan shuni nastroyka qilishni hozir ko'rsatib ketaman. Har bitta kalit so'zga nastroyka qilib qo'ysak bo'ladi. Bunda ikkita rejim bor. Birinchisi bu avtomatik ishlaydigani, ikkinchisi oddiy bildirishnoma Telegramda keladi. Misol, biz belgilab qo'yamiz, qaysi ko'rsatkichlarda agar narxi oshadigan bo'lsa, bildirishnomada Telegramda keladi. Mana shu so'z ko'rsatkichlari bo'yicha 100% qamrov uchun narxi oshdi, 90% qamrov uchun narxi oshdi. Har doim o'sha qamrovlar oshib turadi. Bu yerda keyin bidr bo'lsa qanaqasiga ishlaydi? Biz belgilaymiz. Misol, agar 100% da turmoqchi bo'lsak, ko'rsatkich foizi 100%ligini belgilab qo'yishimiz mumkin yoki 90%ligini va maksimal stavka. Ya'ni maksimal stavkamiz agar biz 50 ming so'm qo'yadigan bo'lsak va 90% uchun 50 ming so'mdan oshib ketadigan bo'lsa, boshqa sellerlar qo'yishadigan bo'lsa, bu stavka berish to'xtaydi. Agar biz 50 mingdan ko'proq 500 ming qo'yib qo'yadigan bo'lsak, 500 minggacha bemalol bu stavkamiz ishlayveradi. Bot 500 ming so'mgacha ishlab ketaveradi. Agar ishlamasa, agar faqat 50 ming so'm qo'yadigan bo'lsak, 50 ming so'mdan o'tmaydi. Agar narx tushadigan bo'lsa, misol yana qaytib 40 mingga tushib qoladigan bo'lsa, avtobidr ishlab ketadi. Ya'ni bu yerda nafaqat byudjet ko'paytirishga, balki reklamalaringizni narxini tushirishga ham bu yordam beradi. Avtobidr qaysidir ko'rsatkichda narx tushadigan bo'lsa, u o'sha narxga qaytadi baribir ham. Bitta narxi ushlab turolmaydi, chunki bot har 20 daqiqada analiz qilib chiqadi reklama kompaniyalarini. Keyingisida Telegramda xabar berish yoqib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bu o'z o'rnida agar sizni stavkangizni kimdir перебить qiladigan bo'lsa, bemalol Telegramda sizga xabar keladi va uni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va avtobidr ishlab turib, stavkadan ko'proq pul qo'yib, o'zingizni siz belgilagan joyga saqlab keladi. Va saqlash knopkasini bosamiz. Saqlash knopkasini bosgandan keyin bu rejim bizda mana ishladi. Ko'rishimiz mumkin. Telegram уведомлениyalar yoqiq, pozitsiyani belgilab qo'yganmiz, ko'rsatkich foizini 90 qilib, maksimal byudjet 50 ming so'm qilib. Endi buni o'chirish uchun faqat bidrni o'chirish knopkasini bosamiz va shu yetarli. Foydalaninglar. Agar savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastda belgilangan kontaktlar bo'yicha adminlarimizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.